Musulmonlar zamoni yomon bo'ldi. Halol yetmas, harom qiymatli bo'ldi. O'qilgan Qur'onga quloq tutilmas, shaytonlar semirdi, quvvatli bo'ldi. Harom bilan xamir tutdi dunyoni. Fasod ishlar qilgan hurmatli bo'ldi. Kimgaki Tangridan xabar berursan, tutib boshingga urar, hujjatli bo'ldi. Shogird ustozga xarxasha qilar, o'g'il ota bilan izzatli bo'ldi. Faqirlar miskinlikdan tortdi qo'lin, ko'ngilni yiqqanlar haybatli bo'ldi. Payg'ambar o'rniga o'tgan xo'jalar bu xalqning boshiga zahmatli bo'ldi. Jim bo'l ey g'ofil, osiy og'zingni yum. Bu qanday she'r? She'r emas, shirk to'kilyapti tilingdan. Qayerdan eshitding yoki o'zing to'qib chiqaryapsanmi bunday shirk to'la so'zlarni? Nima emish? Xo'jalar o'zlarini payg'ambarning o'rnida deb hisoblar emish. Buni qarang, kim bizning shirk gapirganimizni eshitgan ekan? Bu meniki emas, shoir so'zlaridir, Shayx afandi. Shoir emas, kofir so'zlari. She'r bunday bo'lmaydi. Xalqning muqaddasotiga, hurmat qilganlariga kufr sochib, nomi she'r deyilmaydi. Bu shoir kim ekan? Xo'sh, kim ekan bu kufr so'zlarining sohibi? Yunus deydilar. Bir darvishning so'zlaridir, shayxim. Ovullarda, qishloqlarda tillardan tillarga o'tib yuribdi. U qaysi darvish Yunus ekan? Yunus Emro deydilar. She'rni o'sha aytgan, shayxim. Bizning Nalixonda shu yerda yashagan. Toptiq Emro sulton dargohida yetishgan ekan.